Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Johnny Minecraft kanali. Bugungi videorolikimizda Minecraft top 3 ta klon versiyalarini ko'rib chiqamiz. Bunday Minecraft klonlari Play Marketda juda ham ko'p. Shu sababdan ham men 3 tasini tanlab oldim va bugungi videorolikimizda sizlarga shu 3 tasini ko'rsataman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasam qani ketdik. Xo'p, do'stlar, bizda birinchi o'yinimiz Worldcraft Block degan o'yin bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam biz boshlaymiz. Hop, shunday qo'yib qo'ydim. Play game bosib, Vishvaniyaga o'tkazib, do'stlar, yo'q, 400 ga qilaylik. Hop, bitta set bor edi, o'shani terib ko'ramiz. 3 ta X edi, yo'q, kichkina edi. 3 ta X ni terib, Hazrat Mirni bosamiz. Qishloq chiqish kerak, do'stlar. A few moments later. Bo'ldi do'stlar, ishladi. Xo'p, endi biza qishloqqa borib ko'raylikchi. O, yaxshi. Xo'p, eski Minecraftlarga o'xshagan do'stlar, lekin mana bu joylar yoqmadi menga, chunki вообще boshqacha. Xo'p, bloklar tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bu blok menga sal yoqdi, chunki Minecraftga o'xshagan. Xo'p, mana bu blok. Yo'q do'stlar, ammo o'xshamagan do'stlar, bu blok yoqmadi va mana bularni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bular yaxshi do'stlar. Yaxshi bular. Minecraftga o'xshaydi. Jitillar ham bor bitta Ramos bo'ldi. Xo'p, do'stlar, bo'lmasa qani keyingi Minecraft. Do'stlar, bu o'yin menga unchalik ham yoqmadi, shuning uchun ham bu o'yinni 3-o'ringa qo'yaman. Qani bo'lmasam keyingi o'yinlarga ketdik. Nomi Craftsman Games Minecraft ekan. Xo'p, bo'lsa igratni bosib bitta mir ochamiz do'stlar. Xo'p, buni 455 teramiz. Shunaqa ham mayli qo'yaveramiz do'stlar. Hazrat mirni bosib boshlaymiz. Xo'p do'stlar, yana shuna bo'lib qoldi. Havoda ekanman-da bolalar. Bu Minecraft boyagi bilan bir xil-ku do'stlar. Xo'p, qani mana maydalangan tosh bloki menimcha bu o'xshamabdi uncha. Bu oddiy tosh, bu ham uncha o'xshamabdi do'stlar. Loy birga bir o'xshabdi do'stlar, mayli. Xo'p, mana bu taxtalar o'xshagan. Fakil вообще zo'r yoritar ekan bolalar. Boyagidan ham yaxshiroq yoritar ekan bor-ku do'stlar. Xo'p, invertarian yo'qmiz. What the fuck bolalar? Bedrock ham bor ekan bu yerda. Bedrock bor ekan do'stlar. Xo'p, Bedrockni ko'rdim, qayerda ko'rdim. O, mana bunaqa narsalar ham bor ekan. Kiyib ko'rishchi do'stlar. Kiyib olmaymi? Qo'yib qo'ysa, qo'rqib ketyapman. Xo'p, do'stlar, bo'lmasam keyingi Minecraftga ketdik. Do'stlar, men bu Minecraftni 2-o'ringa qo'ygan bo'lardim, chunki grafikalari ham yaxshi. Slabi telefonlarga zo'r tushgan Minecraft ekan do'stlar. Qani bo'lmasam oxirgi o'yinga ketdik. Xo'p, buni o'ynab ko'ramiz. Igratni bosamiz do'stlar. Xo'p, Big City degan narsa bor ekan. Igratni bosamiz do'stlar. Menimcha bu o'yinni oldin o'ynagan bo'lsanglar kerak. Hop. A few moments later. O'g'illar, biz g'alati joyda tug'ildik-ku. Tushunmayapman. Do'stlar, nima qilamiz? Tushunmayapman. Hop, do'stlar, vaqti tushunmayapman bu o'yinni. Katta bo'lsin. What the? Personaj yaxshi do'stlar. Personaj yomon emas. Hop, yuraylikki. Qanotlik nima bo'lar ekan? Hech nima qilmagan do'stlar. Blok qo'yib olamiz bekka. Qo'yib olar ekan. Nima endi bu? Hop. Bolalar, lekin qana o'yinligiga yaxshi tushunmadim va bu o'yin unchalik menga yoqmadi, lekin grafikalari вообще zo'r. Agar o'ynashni bilgan odamga dahshat do'stlar.
Do'stlar, men bu Minecraftni birinchi o'ringa qo'yaman, ya'ni juda ham yaxshi bilgan odamga. Do'stlar, bu o'yinlarni silkasi va bu o'yin haqida ma'lumotlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hammaga xayr do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha.